figurani yasalishi. Frezada izlari ochib olinadi. Mana shunaqa qilib tomonidan uzun holat frezada ochilgan. Ertaga buni bukish holatini ham videoga olib ko'rsataman. Kimga qiziq bo'lsa, keyingi videolarni ham ko'rsanglar, mana shunaqa tepadagi shaklini chiqarishini ko'rsatib beraman. Bu 3 cm, 3 cm, 6 cm. Bu 7 cm bo'ladi. Bu yog'ida faqat ulanadigan joyi 3 cm, 6-7 cm bo'ladi. Ikkita tomonida o'ziga yopishtiriladi. Bitta tomoni qayirib tepaga yopishtiriladi. 3, 6, 7 bo'ladi. Bu ertaga kesib ko'rsatiladi, orqa tomoniga qayriladi.